Aka qarang, agar Gentra sizga qiziq bo'lsa, videoni o'tkazmasdan ko'ring. Sababi men sizga hozir navorotini birinchi sanayman, pulini aytaman. Aka haqiqatan bu navorot o'ziga shu pulga beryapmiz, mashina sizga kak tekinga bo'ladi. Qarang. 4 ta balon diskasi bilan. Optra Amerikanka, Malibu bar, Star Stop. Endi bu yog'ini qarang. Aka, mashina keramika polirovka bo'lgan, hali 1 oy bo'lmadi. Eng qizig'i полный full shumkada, eshityapsizmi? Ashshami, qichuvmi? Metan gazlarigacha bor. 88 ming vro'di shunaqa yurgandi. Endi qarang, yana bitta narsasi, tablolarni ham osvesheniyaini o'zgartirgan. Mashina vashcha qichima turibdi. Oka, bu mashinani shunday oldingiz, haydadingiz, ketdingiz. Endi narxiga keladigan bo'lsak, narxi $1,5 ming. Boshlang'ich to'lovi. U bank chiqmagan, bankka borsangiz, aka, siz butun umrgacha o'rnaysiz degan okalar, shunday kelasizlar, 1,5 mingni egasiga berasizlar. 59 oy bank bor. O'zi bilan yozdi, chizdi, takoy tilxat, video syomka qilib, mashinani baraka qilib, ustaga ko'rsatib olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bizdan xizmat reklama, siz mashinani ko'rdingiz, yoqqan bo'lsa, shunday keling usta bilan ko'ring, olib keting. Lekin haqiqatan mashinani kaptok qilib shumka qilgan sababi BB Tuningni o'zida qildirgan bu narsalarda. Kelsangiz mashinani ko'rasiz, yuragi jizdiydi 100%, qolgan yozish chizdini egani o'zi bilan qilib olaverasiz. Joningiz sog' bo'lsin.